Men Diyorbek Erkinjonov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 4-kurs talabasiman. SSC'da birinchi bo'lib 2021-yillarda ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qoldim, lekin o'sha paytda ko'p ma'lumot topa olmadim. Toshkentga keldim, o'qishga kirdim. Shunda FBA Akademiya yordami bilan kursni boshladim. Hozirgi kunda SSC'da 9 ta sertifikatga egaman. Albatta har bitta sertifikatni olishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan va bu qiyinchiliklarni yengib o'tishda FBA Akademiya menga juda ko'plab yordam berdi. Hozirgi kunda Capital Sug'urta aksiyadorlik jamiyatida buxgalter lavozimida ishlayman. Ishga kirish haqida gapiradigan bo'lsam, kompaniya o'zini grant loyihasini e'lon qilgan. Bu grant loyiha 3 bosqichli suhbat asosida tashkillashtirilgan. Kompaniya rahbariyatini meni SSC sertifikatlarim e'tiborini tortdi va bu sertifikatlar meni bu tanlovda g'olib bo'lishimni ta'minlab berdi. Kompaniyaga birinchi ishga kirganimda albatta stajyor lavozimida ish boshlaganman. SSC sertifikatlari hayotimda nafaqat o'z ishimni topishda, balki lavozim jihatdan ko'tarishda ham juda katta yordam berdi. Zaman borgan sari rivojlanib, har bir insondan o'z ustida ishlashni, har tomonlama rivojlanishni talab qilmoqda. Hozirgi kunda aynan iqtisodiyot va moliya yo'nalishida SSC sertifikatlari o'z ustida ishlashga, kasbiy yuqorilashga yordam bermoqda. FBA Akademiya menga bu yo'lni bosib o'tishimda va boshlashimda menga chinakam yo'ldosh vazifasida bo'ldi. Nafaqat menga, balki ko'plab talabalarga, o'rganuvchilarga juda katta yordam berdi. Buning uchun albatta FBA Akademiya xodimlariga va o'z o'qituvchilarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.